O'tgan qismda rassom qahramonimizning xonasini qanday qilib dizayn qilish, eski ta'mirni buzish va yangi ta'mirni dastlabki tamal toshini qo'ygan edik. Bu qismda esa xuddi kelgan joydan davom etamiz. Yangi sarguzashtlar va kutilmagan burilishlarga tayyor turing. O'tirganimda kichkina ko'rinyapmanmi deyman? O'tirganimda kichkina ko'rinyapmanmi deyman? Sovchilikka keluvdik-da, o'rgilay. Sizlarni ta'riflasangiz eshitdik. Ustoz, o'tiribsiz. Ma, o'tirganimcha ko'rinyapmanmi? O'tirganimcha ko'rinyapman, ha? Qongiz ketib qoldimi, ustoz? Yo, telefon shunaqa hazil bor ekanda. Bu o'tirganingizga dam olamizmi deyman bugun? Qayoqda dam olasan? O'tgan safar aytganingdek, telefon qilib ishlar zakaz qilib qo'yganman. Zakaz qilib qo'ydim, kelyapti. 5 minutda keladi. Dam olarkanmiz-da. Kim kutib oladi? Bor, tush kutib ol. Ha, bor kelyapti. Bor. Anlamadim. Ha, bor. Maf keldi degani sifat keldi degani. Xuddi shu joyda Maf o'z mahsulotlari bilan qadam ranjida aylab qoldi. Bizning esa og'zimiz quloqimizda. Ishni professionallarga topshirdik-ku, bir piyola choy bilan kuzatib turdik. Ha mayli, nima bo'lganda ham, naqd 28 yildan buyon O'zbekistonda 17 dan ortiq laminatlangan pollar, pardozlash materiallari va ichki eshiklar uchun butlovchi qismlar import qiluvchi Mafga ishonmasak, kimga ham ishonardik axir? Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yor yor botim og'riq manzil uzoq yetolmayman yor yor o'tkinamning og'riq qilgan shu mayda tosh yor yor ey ranginamning sariq qilgan u qalam qosh yor yor ey chakkimassan yigitcha. Sulton aka, ruxsat bersangiz, uyga ketsak. Uyga? Nima qilasan uyda? Endi o'ligimiz ham, tirigimiz ham bir. Nima bor uyingda? G'arib va notavon bo'lib yashamoqchimisan? Mana bir kunda ishlagan pulimizni ko'r. Bir umr birning yerga tegib ishlaganingda ham buncha pul topolmaysan. Qo'ltay qilib topdik bir zumda. Ana bozadan qo'y. Voy ablah. O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Boqoq. Sol. Ochxonaga sol. Voy voy. 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 Voy kim bor? Kim bor? O'rta ovozsanmi? Akalar, bugun sizlar bilan Ampetkinga jinnisi bo'ladi. Bugungi mahsulotlarimiz hayot bo'yoqlari bo'lib, u boshinglarni og'ritmaydi va hamyonbop narxlarda. Nima ish qilib o'tiribsizlar sizlar yana? Sen Instagramingni boshladingmi? Undan ko'ra ish qilsang bo'lmaydimi? Bilasanmi, Nazokat? Leonardo da Vinci Mona Lisani shunchaki chizmagan, uni bo'yoqlar ilhomlantirgan. Biz ham qahramonimizni hayot bo'yoqlari bilan ilhomlantiramiz. O'shanchun ishimga aralashma. Iltimos, kichkina miyang bilan katta ishlar qilishga harakat qilmagin. Hayotni reklamaga ehtiyoji yo'q. Tuppoy. Shogird. Shogird.
Yo, assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun xudo xolasa ustoz bilan ishlarni boshlab oldik. Videoni maksimal tarqatamiz, hammaga ulashamiz. Xudo xolasa. Tarqatasan. Mana uni tarqat. Hozir uy egasi kelsa hammamiz tarqatadi, beqol. Agar mana shu video 1000 ta like yig'sa, mana shogirdimni, mana shu bolani mana shu oynadan otib yuboraman. Ish qilish kerak, bo'ldi endi. Ha, bo'pti. Davay, Nima qilaymi? otib yubor. Qulaylik va yuqori sifatli mahsulot tushunchasini o'zida mujassam etgan Imzo brendi har doim kerakli joyda o'z vaqtida bo'lishga odatlangan. Hozir ham biz uchun kerakli romlar bilan o'z ishini bajaryapti. Endi rassomimizning xonasi ayozda sovuq, jaziramada esa issiq bo'lmaydi. Germaniya, Polsha, Turkiya, Belarus, Rossiyaning eng sifatli mahsulotlarini sizga taklif qiluvchi MAF eshiklari xonadoningizning shinam va qulay bo'lishini ta'minlash uchun doimo xizmatingizda. Eng muhimi, shovqinli dunyoda ortiqcha tashqi ovozlarsiz osuda hayot kechirishingiz mumkin. Siz u biz kutgan Dafna hamda Estate Loft mebellari ham yetib keldi. Endi ularni Nodira bilan birgalikda xonaga joylaymiz. Tayyor turing, bugun biz faqat mebel joylamaymiz, balki uni uyga to'g'ri tanlash va moslash haqida maslahatlar ham berib o'tamiz. Xuddi shunday, uyingizga biron bir mebel tanlashdan oldin uy o'lchamini aniqlab oling, chunki haddan tashqari katta mebel uyni to'ldirib ko'rsatadi, haddan kichigi esa bo'sh qoldiradi. Rang va uslub uyg'unligi ham juda muhim. Rang tanlashda xonadagi devor, pol va boshqa mebellar bilan uyg'unlikka e'tibor qaratish kerak. Och ranglar xonani yana ham kengroq, to'q ranglar esa qulayroq qilib ko'rsatadi. Hamda bir xonada 3 dan ortiq asosiy rang ishlatmaganingiz ma'qul. Kichik xonalarga ko'p funksiyali mebellar o'rnatilgani qulay. Masalan, o'zgartiriladigan stol yoki yotoq divan. Mebellarni yorug'lik manbaiga yaqinroq qo'yish kerak, shunda xona shinamroq va ko'rkamroq ko'rinadi. 30 yildan buyon millionlab mijozlar ishonchini qozongan Dafna ham va nihoyat o'z mahsulotlari bilan yetib keldi. Brend sizga turli dizayn va o'lchamlarda tayyorlangan 3000 dan ortiq mebel turlarini taklif etadi. Yuqori sifatli materiallar, puxta ishlov va zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan san'at asarlari uyingiz bilan birga hayotingizga ham qulaylik hamda nafislik olib kiradi. Ha, ustoz. Sizga aytganim 12 talik raketam mana shu bo'ladi. Hayratlantiruvchi dizayn va o'zgacha yondashuv. Xullas, eng zo'ri. Shogird, qo'ysang-chi, boshqa xotirmagin. Gapingga javob bera olasanmi? Albatta. Ustoz, bu Arte. Hattoki 130 volt past kuchlanishda ham ishlayveradi va agarda spetsa 53 gradus issiqda ham uyingizni bemalol muzlatib beradi. Va eng asosiysi Wi-Fi orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Shogird. Xullas, sifatdan muammo yo'q. Mayli, endi qarichilikda bizda endi. Xafa bo'lmaysiz.
Qolgan ish qilaylik, yuring. Voy bo, kelib qopdi-yu. Gilamlar qayerdan keldi? Har doimgidek homiyimizsak yuvoqshitdi gilamlarni. Yo'q, nima karomati bor ekan endi boshqa gilamlardan farqli? Eshit, dizayn va estetikasi istalgan odamni mahliyo qilib qo'ya oladigan. Faqat va dizayn estetikadan tashqari mahsulot matosi mustahkam va sifatli bo'lib, 10 yilgacha xizmat qilib bera oladigan. Bundan tashqari ovoz yutish xususiyati ham bor ekan. Bu bilan ijod uchun xonadagi shovqinni kamaytirar ekan va rassomga tinch muhitni yaratib beradi. Hamma biladi-yu bu ma'lumotlarni. Asal bilganing bilan tomoshabinlarimiz bilmasligi mumkin. Endi shunday gilam yuvoqishgandan keyin qilamiz reklamani. Bo'pti tur unda, yoyiylik gilammi? Obbo Fazliddin. Kelinglar. Mana qolsiz endi. Men kravatni qo'ya turdim. Yo'q-e. Noto'g'ri qo'yib qo'ygansiz-ku buni teskari. Qanaqasini Qanaqa olasiz? qilib qo'ymoqchisiz? Yo'q, bu shunaqa qo'yiladi bu. Mabodo noto'g'ri qo'yilmaganmi? Qanaqasini noto'g'ri? Teskari. Yo'q, bu Qatida yotiladi buni. ustida yotadi-da. Ushab ko'ringchi, yumshoqmikan? Endi bu narsa qo'yamiz-da ustiga. Ko'rmacham. Fazliddin, teskari qo'yilgan kravat. O'zingiz qo'yish bilasizmi? Albatta bilaman. Qani bir ko'rilishi bo'lsa mahoratingiz. Bitta o'rgatib qo'yaylik. Sari qo'ying. Shundaymi? Yana teskari qo'y. Rasa charchadim. Men shuga bitta o'zim bitirdim. Qatta bitta o'zingiz qilasiz? U hali tugagani yo'q-ku. Nimasi qoldi yana? Hali bu yoqqa ko'rpa yostiq qo'yishimiz kerak, dekoratsiyalar bilan bezatishimiz kerak. Kim qiladi ularni? Men bilmadim. Xullas, men ketdim. Bu yoqni o'zinglar bilasizlar. Qaytga? Obedga. Sizni oshqozondan boshqa taklifi yo'q. Xo'sh, menimcha 6-qavatga chiqib keldik-a. 6-qavat, 13-xonadon bu bo'lsa kerak menimcha. Qani mashinadan boshlaylikchi. Juda yaxshi bir loyiha bo'ldi o'rtoqlar. Men telefonimda bu loyihani yaqinda kuzatgan edim. Hozir endi buni jonli tarzda kuzatamiz. Vau, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, Adashmadimmi? rahmat. 13-xonadon? Yo'q, xuddi shu, marhamat. Salomat bo'linglar. Men telefonda kuzatgan edim. Menga loyihalarni tashlashgan edi. Endi bugun menimcha jonli ko'rish nasib qiladigan kun ekan. Xudo xolasa, ko'ramizmi loyihani? Ko'ramiz, keling. To'g'risini aytsam, Yo'qo'xo'ja Umarov keladi deyishganda ishonmadim. Salomat bo'linglar. Men ham xursand bo'ldim bugun sizlar bilan birgalikda shu ajoyib jarayonni birgalikda bo'lishayotganimdan. Unda ishga kirishamiz, marhamat. Yechib olaveraman. Barchamiz bilamiz, siz pozitivniy, energichniy ijodkorlardan birisiz. Rahmat. Men bu yo'q ham pozitivniy, energichniy bo'lib ketibdi-yu xona ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, shkaflar. Ranglarga juda mos, asablarni juda ham tinchlantiradigan, kayfiyatni ko'taradigan mana bu svet projektorlarni qaranglar. Qahramonimiz ijodkor bo'lganliklari uchun biz aynan xuddi shunday dizaynni tanlaganmiz. Bizda keyingi bosqich, biz xonamizning dekorlarini joylashtirib chiqishimiz kerak. Qarshi bo'lmasangiz, biz siz bilan birga ushbu ishni davom ettiramiz.
Albatta, jonim bilan. Unda ishni boshlashdan oldin men sizga brendimiz tushirilgan kepkani taqdim etaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, qani? Vo, ana. Zo'r. Endi anaqa bemalol ishlarimiz boshlasak ham bo'lar ekan. Mana Malbertlar ham bor ekan bu yerda. Bizning bolamiz juda xursand bo'lar ekanlar-da. Men o'zim hamchi to'g'risini aytaman, men bolaligimda juda ham yaxshi ko'rardim rasm chizishlarni. Aynan menimcha san'atga kirib kelishim ham ilk qadamlari rassomchilikdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi super chizmayman, lekin havaskorona yaxshi chizaman lekin. O'zim chunki yaxshi ko'raman. Nazokatxon, bu mana narsalarimiz nima ekan bu narsalar? Har xil idishlar. Bular bizning Dafna brendimiz tomonidan xonani bezatish uchun taqdim etilgan dekorlar. Dekoratsiyalarmi? Vau! Xuddi shunaqa. Hozir biz siz bilan birgalikda bularni xonaga joylashtirib chiqamiz. Nazokatxon ishlashda zerikmasin deb jonli ijroda qo'shiq aytib bermaysizmi? Bo'l. Jana, 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 jana. Мы с тобой два океана. Назокат. Назокатning davomli. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно. Назокат. Jana, 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 jana. Мы с тобой два океана. Даже rasmlarim hayajonlanib ketdi bu muzikadan. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно. Nazokat. Oy, rahmat. Har doim xafa bo'lib yurardim, meni ismimga hech kim qo'shiq aytmaydi deb. Nimaga xafa bo'lasiz? Men aytganman-ku siz uchun. Ibi hayvon. Bunga ilhomlanib, menimcha qanaqadir qo'shiq yozgansiz. Sen meni sev, dunyolarga bermay meni sev. Samo bo'lsin poyimizda sev. Tariximiz bo'lsin asr, devonaday bo'lib meni sev. Ya'ni mana shu rasmga qarasanglar, ana o'sha taronamdan ilhomlangan holda chizgan rasmim bu mana. Mana ko'rsatdingmi mana? Sen meni sev, dunyolarga bermay, o'xshadimi? O'xshadi. Asli chizdi. Xo'sh, mana Guldiroz qasinglar, rahmat aytlar, rahmat. Ajoyib. Mana mashhur dizaynerimiz Yorqinxo'ja Umarov bilan birgalikda xona dekorlarini ham joylashtirib oldik. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshiroq. Vallohi isbotlaymiz. Qahramonimiz qayerda ekan-da qahramonimiz? Ketib qolgandirlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Men hozir sizni ko'rib, ijodlaringizni siznikimi shu? O'zingizmi? Yo'q-e? Ya mashallah. Buni borib, qayergadir borib o'tirib chizmagansiz-a? Yo'q. Shundoq, o'zingiz o'tirib miyangizda. Voy, gap yo'q. Молодец, ana ko'rdinglarmi o'rtoqlik, yurtimizda qanaqa talantlar bor. O'zlari ham boshqacha inson ekanlar. Yashang. Men hozir bularni ko'rdim-da, mana qarang. Mana gap bo'lishi mumkin. Men o'zim ham yaxshi ko'raman rasm chizishlarni. Mana juda go'zal chiqibdi mana. O'rtoqlik ko'ryapsizlarmi? Bu inson qatnashmagan hech qayerga. Bu inson qatnashmagan, o'zi xayollarida. Buning uchun men o'zim ham rasm bolaligimda qiziqardim. O'zimda ham uncha ko'p nimadirlar o'xshirdi-yu, nimadirlar o'xshamasdi. Uning uchun juda ham foto pamyat kuchli bo'lish kerak. Har bitta detalizatsiya o'sha millimetr, santimetrlarni to'g'ri olish kerak. Xatlardir katta bo'lib ketib, qattiqdir kichkina bo'lib qolmagan holda mana. Bundoq e'tibor bersanglar, hamma narsa simmetrichni, chiroyli chiqqanda. Misol uchun mana qatnashmagan odam uchun juda ham zo'r bu narsa. O'zim ham men ham kichkinaligimda rasm chizishga sevardim. Rasm chizish. Men lekin sizdagi iqtidorim yo'q lekin rasm bo'yicha. Chizib ko'ramizmi ikkalamiz? Siz bilan birgalikda. Aha. Siz ham kichkinaligingizdan, voy mala, ana kichik bolaligimdan anaqadaman deyapti. Hozir ikkita rassomimizga qalamlarni taqdim qilamiz. Da-da-da-da. Va ular naqadar ijodkor ekanliklarini ko'ramiz.
Xudo. Hozir men sal daraxtni manaqaga o'zgarib ketib qoldi, men bilasizlar nima qilyapman? Hozir olovga o'zgartirib yuboramanmi deb o'ylayapman. Yonayotgan daraxtmikan yoki? Keng fikrlovchi ijodkordan har nimani kutish mumkin. Hop, qarang. Men daraxtimni hozir davom ettirib ketaylik, chiroyli qilib. Qoyil, gap bo'lsin bilmayman. Ana. Jamshidboy onalarini ham taklif qilsak zo'r bo'lardi. Men o'zimni minnatdorchiligimni aytib qo'ymoqchi edim. Shunaqangi juda ham odobli, mana odamni ko'zlaridan bilsa bo'ladi-da, qanaqaligini, ichki dunyosini. Mehribon, mehri daryo inson tarbiya qilgan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling, ko'z tegmasin. Talantlariga mazza qildik o'g'lingizni, Jamshidboyni. Bardavom bo'lsin. Biz mana daraxt yo'nalishini tanladik. Ilohim mana shunaqa ijodlari ham shu daraxti kabi chinordek katta bo'lib, o'zini muxlislarini topadigan bo'lishligini tilakdoshimiz. Xudo xolasa Jamshidboyga biz ishonamiz. Bular hech narsaga qatnashmagan holda shunaqangi iqtidorlarni namoyon etyaptilar. Yurtimizda shunaqa talantlar borligidan biz xursandmiz. Rahmat kattakon. O'g'lim o'zi 2,5 yoshdan chiza boshlaganda, shu chiza boshlaganda biz biror joyga beramizmi deganimizda o'zim chiza boshlayman degan. Shu bilan chizib ketdi. Mana shu ko'p joylarda ishtirok etdi. Medallar kiritdi. Xalqarada ham ijod qildi bu. O'zining talanti yo'nalishi buniki hamma tomondan. Peyzaj emas, portret ham chiza oladi. Sizda hozir sekundda chizib berishlari mumkin. O'g'lim, sekundda o'xshatib chizib beradi. Shunaqa talanti bor, iqtidori bor. Sizni ko'rganimdan xursandman. Xonadon o'ziga ham minnatdorchilik bildiraman bularga. Shunchalik o'g'limning nima istedodini bilib, shunchalik nima qilib kelishganiga. Demak, yuzaga chiqarish to'g'ri kelibdi. Mana nasib bo'lsa yana ham chiqib ketadi. Inshaalloh. Hali Jamshidboy to'ylarni qilmadikmi hali? Hali qilmadik. To'ylarda o'zim xizmatda bo'laman. Xudo xolasa men sizlarga mana. Rahmat. Men to'yingizni o'zim o'tkazib beraman. Ashlit beraman. Mendan sizga to'yingizni ashlit beraman, o'zim to'yingizni o'tkazib beraman, xudo xolasa. Har nimani rasmini chizib berarding. Davay, bularning rasmini chizib, sekundda chizib beraman dedilar. Mana hozir. Berasan? Aha. Qoyil. Ana. Gap yo'q Jamshidboy. Yashang, salomat bo'ling. Ana. Xo'p, siz menga berasizmi buni? Bu mengami? Ha? Men ham sizga anaqa beraman. Yo'q, estaligiga. Yo'q. Bilaman. Ha? Duoxir. Men ham bering, iltimos. Yo'q, mana men buni olaman. Bu sizga mendan, iltimos. Yorqinxo'ja aka, bugungi tashrif uchun sizga tashakkur bildiramiz. Rahmat. Bugun biz sizdan haqiqiy pozitiv energiya oldik. Bugungi sizning dizaynerlik missiyangizni a'lo darajada bajardingiz. Barcha dekorlarimizni joy-joyiga qo'yib, bizning xonadonimiz siz uchun har doim ochiq. Mana shu xonadon loyihasini barcha ishtirokchilariga va barcha homiylarga, mana hozir mana shu yerda ketdi homiylarning anaqasi, nomlari o'rtoqlar hammaligiga emotsional zavq uchun tashakkurlarimni bildirib qolaman. Sog' bo'linglar. Bolalar, qizlar, yulduzli mehmonimizni ham kuzatib bordik. Ana endi esa hamma tez ish ishiga. Nazokat, qanaqa ish? Hamma ishni bitirib bo'ldik-ku. Yo'q-e? Ha. Unday bo'lsa xonadon loyihasining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Ko'ngildan ko'ngillarga yetib borguvchi xonadon loyihasining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Eng muhimi yakun baxtli bo'ldi. Ushbu davr mobaynidagi kichik urinishlarimiz qahramonlarimiz bilan birgalikda siz aziz teletomoshabinlarga ham manzur keldi degan umiddamiz. Bu hali boshlanishi. Biz hali ko'plab xonadonlarga kirib borib, ko'plab insonlarga umid ulashamiz. Har bir devor ortida bir dard, har bir tom ostida bir orzu yashiringan. Biz esa ularni qidiramiz, topamiz va yordam qo'lini cho'zamiz.
Bu loyiha bizniki emas, bu loyiha sizniki. Har bir homiy, har bir yordam qo'lini cho'zgan inson bu loyihaning asl egasi. Oldinda bizni bundanda hayajonli daqiqalar kutmoqda. Tayyor turing. Keyingi ishtirokchi aynan siz. Ha, aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bizda shunaqa gaplar. Siz ham brendingiz bilan ko'rsatuvda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni ekranlarimizda ko'rsatilgan manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi manzillarda ko'rganda ko'rishguncha.